Salom, efirda Abu News informatsion dasturi. Bugun global muammo bo'yicha xalqdan so'rovnoma o'tkazamiz. Xo'sh, yo'limizda birinchi chiqqan odam. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Shu video bo'yicha taassurotlaringiz. 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2,5 million oylik olsa, bemalol uydagi Kim bu? Ulug'bek Inoyatov deputat. Ha, deputat. Deputat. Ha, yetadi 2,5 million, ha? Shu 2,5 millionni nimalarga sarf qilgan bo'lar edingiz? Ha, avvalambor oyi boshida o'rtog'im qassob, o'rtog'imdan 2 kilo go'sht berib turib uyga olib boraman, bolalarimni ko'rsataman, bir xillari xillab oladi, keyin olib borib qo'yamiz. Chunki go'shtga pulimiz yetmaydi. Yaxshi. Undan tashqari kommunal xizmatlari, kvarplata, o'g'limni bog'chasi, qizimni maktabga beradigan puli, kollej o'quvchisi, xullas, hamma narsa. Yo'l haqqi, transportlar. Ha, yo'q, yo'l haqqi transportni ishlatmaymiz. Sababi biz peshkom yuramiz, sog'liq uchun foyda, peshkom yurish. Ha, yo'l keragiga pul ishlatib bo'lmaydi, chunki yetkazib bo'lmaydi. Yo'q, yetkazib bo'ladi. Yetkazib bo'ladi. Yetkazib bo'ladi. Ha, chunki qizim ertalab chiqib ketib, kechqurun qaytib keladi, peshkom borib kelganing uchun, lekin yetkazsa bo'ladi. Xullas, yetkazsa bo'ladi dasturi bo'lib ketdi. Xullas, yo'lkani tugatamiz, yetkazsa bo'ladi. Bo'ldi.